Yuqoridagi kabi holatlar endilikda O'zbekistonda kamayishi kutilyapti. O'zbekiston Respublikasining prezidenti yo'l harakati to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ushbu qonunga ko'ra endilikda yo'lning qatnov qismini rekonstruksiya qilish, qayta ta'mirlash yoki u yerda xullas har qanday usuldagi turba almashtirish bo'ladimi, xullas ta'mirlash ishlarini olib borishda yo'lning kamida qatnov qismini 50% ochib qoldirilish talabi qo'yilyapti. Yo'lning 50% ni ochiq qoldirish talabi bajarilish imkoniyati mavjud bo'lmagan holatlarda esa ushbu yo'lni aylanib o'tuvchi yangi yo'l tashkil qilinishi shart qilib belgilandi. Ya'ni deylik 4 polosali yo'lda turba almashtirish ishlari olib borilyapti yoki ushbu yo'lning o'sha qatnov qismi ta'mirlanyapti deylik. Bunda 4 polosadan 2 ta polosasi endi ochiq qoldirilishi kerak. Ya'ni yo'lda harakatda o'sha qatnov yo'l harakati qatnashuvchilariga ushbu yo'lning kamida 50% dan foydalanish uchun imkoniyatni qoldirilishi kerak bo'ladi xullas. Endilikda mana shunaqangi xullas vaziyatni guvoh bo'lib qoladigan bo'lsangiz, bemalol tegishli tashkilotlarga rasm yoki videoga olgan holda murojaat qilishingiz mumkin, chunki ushbu qonun 2024-yil 19-yanvar sanasidan boshlab amalda.